Reaksiyaning temperaturasi 20 gradusdan 20 gradus Selsiyadan 40 gradus Selsiyaga oshirildi. Agar 40 gradus Selsiyadagi reaksiyaning tezligi 20 gradus Selsiyadagi reaksiyaning tezligidan 72 birlikka ko'p bo'lsa, 40 gradus Selsiyadagi tezlikni toping. Berilishini yozib olamiz. Demak, bu yerda boshlang'ich hamda oxirgi temperatura berilgan 20 gradus Selsiyda 40 gradus Selsiyaga o'zgargan ekan va tezliklar berilgan. Boshlang'ich hamda oxirgi tezlik. Boshlang'ich tezlik noma'lum x mol taqsim litr minut, lekin ularni bir-biriga nisbatan bir-biriga taqqoslab berilgan. Oxirgi tezlik boshlang'ich tezlikka nisbatan 72 birlikka ortiq. Ya'ni x plus 2 72 x plus 72 mol taqsim litr minut bo'ladi va oxirgi tezlikni topish kerak. Nechaligini? Temperatura koeffitsiyenti 2. Bu yerda temperatura koeffitsiyenti bo'lgani uchun unga bog'liq formulaga qo'yiladi. Ya'ni tezlik o'zgarishi temperatura koeffitsiyentiga bog'liq, shu formulasi qo'yiladi. Demak, bu yerda temperatura koeffitsiyenti 2 hamda delta t ni topa olamiz. Delta t temperaturalar o'zgarishidan kelib chiqadi. Ya'ni 20 gradusga o'zgaryapti. Kattasidan kichigini ayirsak ham bo'ladi. Demak, 40 dan 20 ayriladi. 20 gradus Selsiy oshganmi, kamayganmi, shu ham ko'rsatiladi. Ya'ni boshlang'ichdan keyingisi o'tadi, 20 dan 40 ga o'tadi, oshyapti. Oshyapti. Bu yerda ham xuddi shunaqa, demak, 20 gradus Selsiy oshyapti. Demak, delta t ni o'rniga 20 qo'yiladi. Demak, tezlik ham oshyapti. 2-chi darajasi 4 marta oshyapti. Temperatura oshsa, tezlik ham oshadi. Temperatura kamaysa, tezlik ham kamayadi. Bu yerda oshyapti temperatura, demak, tezlik ham oshyapti. Endi bu degani demak, bu yerda qanaqa bo'lyapti? Temperatura 4 marta oshyapti. Tezlik 4 marta oshyapti. Temperatura 20 gradus Selsiyaga oshyapti. Bu degani temperatura oshtirgani, tezlik ham oshyapti degani 4 marta oshyapti. Boshlang'ich tezlik x edi. X mol taqsim litr minut x qo'yib oldik. Demak, keyingi tezlik xuddi shuni 4 ga ko'paytirilgan. Ya'ni birinchi tezlikni 4 ga ko'paytiramiz. 4x bo'ladi. Keyingi tezlik. Yokida x plus 72 bo'ladi. Mana. 72 birlikka ko'p deyilgan. Yokida x plus 72 bo'ladi. Demak, formulaga o'xshadi. Ya'ni 4x desa ham bo'ladi va ikkini x plus 72 desa ham bo'ladi. Bu tengdan bo'ladigan bo'lsa, x bu yoq tomonga o'tadi. Pluslar minus o'tadi, barobardan o'tayotganda, minuslar plus o'tadi. X plus edi, bu yoqqa minus o'tadi. Shunda 4x minus x barobar 72. 4x dan x oldida 1 bor. 4x dan 1x ayirsa 3x bo'ladi. 3x barobar 72. Endi x topamiz. 72 ni 3 ga bo'lamiz. 72 ni 3 ga bo'lamiz. 24. X topildi. X 24 ekan. Demak, x 24 ekan. Mol taqsim litr minut. Endi buni x plus 72 yoki 4x 24 4 ko'paytirsa ham bo'ladi, yoki 72 ni qo'shsa ham bo'ladi. 96. Bu yerda v ni toping degan, demak 96 mol taqsim litr minut degan javob bo'ladi. To'g'ri javob B varianti.